Assalomu alaykum. Bugun Strawberry House kompaniyasi bilan birgalikda Toshkentimizning eng go'zal qizlarini mana shu ajoyib shirinliklar bilan birgalikda xursand qilamiz. Bu yerda juda ham ko'plab qizlarga yetadi, xudo xolasa. Kimlarning oldiga boramiz, nima deb o'ylaysizlar? Taxmin qilib shuni kommentariyaga yozib turasizlar. Ungacha bo'lsa men bitta gap. Xullas, yigitlar, qizinglarga hushyor bo'linglar. Qo'shqor ko'chaga chiqdi. O'rtoqlar, biz birinchi manzilga keldik. Bu manzilda bizni ajoyib aktrisa, xushchaqchaq aktrisa, kulishlari, ko'zlari o'zlariga yarashgan Sitora Alimjonovaning yonlariga kelganmiz. Ular hozir syomka jarayonida ekan, lekin bizga farqi yo'q, bostirib boraveramiz. Ya, assalomu alaykum, yaxshimisiz, xonimsiz? Yaxshimisizlar? Bizani ko'rib ko'zlaringizga yosh kelib ketdimi? Ayniqsa mana bu narsani ko'rib ko'zimga yoshlik keldi. Bu sizga sovg'a, men ko'rsatay sizga. Qani? Buncha dahshat. Bu alohida sizni o'zingiz uchun sovg'a. Ana. Vau! Ichida ozgina qulupnaylar kam bo'lsa, bilingki, uni men yo'lda yeb keldim. Ha, okey. Yeb qo'ydingizmi? Nimaga Yeb qo'ydim. Mayli, o'rniga yana boshqa yaxshilarni qilib beraman. Bu sizga sovg'a bizdan, Strawberry House'dan. Bunaqa yig'lamang faqat, xo'p? Siz yig'lasangiz, men ham yig'layman. Shunaqa qulupnay olib kelib tursanglar yig'lamayman. Bo'ldi. Vobshe yig'lamang, iltimos, bizani bankrot qilasiz bo'lmasam. Azizlar, bugun Toshkentimizning eng go'zal qizlaridan birini xursand qildik. Rahmat, kattakon. Rahmat. O'rtoqlar, mana ko'rdinglar, birinchi erkatoyimiz Sitora Alimjonovaning yonlariga borib, ularni xursand qildik, yuzlaridagi emotsiyani ko'rdinglarmi? Siz ham o'zingizning qadrdoningizning yuzlarida mana shunday emotsiya bo'lishini xohlasangiz, unda Strawberry House kompaniyasiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Va biz yana bir elimiz ardog'idagi go'zal san'atkorimizni oldiga ketyapmiz. Kim deb o'ylaysizlar, taxmin qilib turasizlar? Marhamat. Assalomu alaykum. Aka, Strawberry House kompaniyasini eshitganmisiz? To'g'ri qayda deyapman. Ha? Bo'ldi, men o'shandanman. Oldin velikda ketizdan kelishardi, hozir gelikda kelishyapti. Assalomu alaykum. Sotdi menga. Assalomu alaykum. Shahlo opa, yaxshimisiz? Hozir meni to'satdan to'xtatdingizmi? Ha, to'satdan? Ketma poylaymiz. Yo, Toshkentning eng go'zal qizlariga bir zo'r sovg'a olib kelamiz. Men sizga marhamat, bitta ochib ko'rasiz. Qani, nima ekan? Qani, Chirangi chiroyli, e'tiborimni tortyapti. Qiziq. Dadadan deydi. Dadadan, qani. Wow! Alohida Shahlo opa. Mana bu yerga kelishimni qatdan bildingiz? Lokatorlarimiz yaxshi ishlaydi. Aytolmayman. Lokatsiyalaringiz. Ha, lokatsiyalarimiz yaxshi ishlaydi. Keyin Toshkentning eng go'zal qizi qayerda deb yozsak, boshida o'zi bir ikkilanib turdi. Keyin sizni ko'rsatdi. Aniqmi desam, ha dedi. Keyin kelaverdim opa. Rahmat. Yaxshi ko'ramiz. Ajoyib aktrisa, ham qiziqchi, hozir javob. O'zbekistonda kelin salom o'tkazish bo'yicha qora belbog' sohibasi. Illi bo'yini achat qilib. Ana, opa, bu sizga sovg'a. Har doim mana shunaqa shirinlikdagi shirin bo'lib yuring. Rahmat. Sizni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'ling. Vobshe ekskluzivni kutilmaganda xursand qildingiz. Rahmat. O'zi gelikka bermoqchi edik, qarasak. O'zi gelik qatga borsam yo'limni to'satdek qarasam, tinchlikmi ekan dedim, qat tushsam uni. Qo'rqib qoldik. Opa, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Har doim shunaqa chiroyli bo'lib yuring. Sizni yaxshi ko'ramiz. Bu Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz qalaysiz? Qattasiz? Shunda menga lokatsiya tashlab bera olasizmi? Men siz yoningizga bir zo'r narsa olib borayotgandim. Ya, o'zim emas, yana bor, boshqa zo'r narsa olib boraman. Ha. Xo'p. Kim deb o'ylaysizlar? Mana shu qizil moshinani oldida to'xtang. Bu kimniki bilasizmi? Yo'q. Ruxshonaniki. Zaraz priyom Ruxshona, biz keldik. Kechirasiz, sizni noto'g'ri parkovka uchun shtrafga tortmoqchimiz hozir.
Assalomu alaykum. Sizlarni parkovkaga kelib mani shtrafga solmoqchimisiz? Farqi yo'q. Yo'q, men sizga shu go'zalligingiz uchun ishtirok qilmoqchiman. Ishtirofim sizga bugun shunaqangi bitta zo'r sovg'a. Xo'p. Mana shu gelik. Qani edi shunaqa bo'lsa? To'ppa-to'p. Gelik ichida sizga bir atagan bitta zo'r sovg'amiz bor. Mana bu sizga. Nima bu? Nima sansa? Mana zo'r narsa mana bu, endi yeydigan narsa. Qani oching. Bu sizga. Shona voy, gap yo'q. Ana bo'lmasa. Gap bo'lish mumkin emas. Ruxshona. Birinchilarga sovg'a. Ruxshona singir deb yozuvdik, singirni yeb qo'ydik yo'lda. Mayli. Xudo bor sallaga demadingiz-da. Yo'q, oshmiz. Bu sizga bizdan sovg'a. Rahmat. Har doim mana shunaqangi shu shirinlikdagi shirin qiz bo'lib yuring. Rahmat, aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling. Bu Men o'z sizlarni постоянный klientinglarmi, если что? Если что, постоянный клиент. Rahmat. Bolalarim yaxshi ko'rishadi-ku. Bolalaringiz yaxshi. O'zim yaxshi ko'raman. O'zingiz? Kim yaxshi ko'rmaydi Strawberry House ayting? Kim? Bormi shunaqasi? Yo'q. Men yaxshi ko'rmayman. Chunki sizlarga beryapman-da, men o'zim yemayman. O'shaning uchun men haligi mojlarni ko'ryapsam qancha bor. Yo'q. Yeb ko'rganim yo'q men. Ulug'bek deb yozib berishmadimi? Yo'q. Yozib berilish becharaga. Becharaga. Albatta, hozir Ruxshona estradamizning zo'r ijodkori. Hamma bolachalar yaxshi ko'radi shu qizni. Rahmat. Shu o'zini ammasidek ko'radi shu qizni. Onasida ko'ring. Onasidek. Sog' bo'ling. Har doim mana shunaqa shirin qiz bo'lib yuring. Rahmat. Sog' bo'ling. Biz esa davom etamiz. Ruxshonani xursand bo'lganini ko'rdinglarmi? Menga qara ukam. Qizlarni xursand qilish uchun mana bu geliking hech nima emas. Strawberry House ga murojaat qilish kerak. To'g'rimi? Nima deydilar? Yo gelik bilan qizlarni aldasa bo'ladimi? Yo'qmi? Молодец.